Sesdan odam bor ekan qizlarjonlar. 15-kuni hamma yo'g'imizni tekshirarmish. Nimaga desangiz 15-kuni meni onamda o'tirishi, o'shaning uchun hamma yo'qda onam to'ronidan tozalab, hamma yo'q chotka qilib qo'ygan deb shunaqa dedi. Nimaga ona sesdan odam bormi desam, onam ha, o'tirishim bor dedi. O'tirishdagilarda pulini ses bahona qilib olib ketib qolmasin dedi shekilli, onam mana hamma yo'qni tozalatyapti. Bugun uyda qoldim, kirlarim bor edi. Kirimni kir mashinaga soldim-da 15 minutlikka qo'ydim. 15 minutdan keyin 3 kunchir shu atrofimda, o'choqlarda atrofini tozalab shipirib, hamma yo'qda uborkasini qo'ydim. Sizlarda ham onalaring shunaqami? Bitta o'tirish qilsa, 7 pushtiz uyini tozalatsa kerak, bizda shunaqa qizlarjon. O'zi 3-4 kundan beri tozalamaganim uchun hamma yo'qda harom qilishib yoribdi. Tovuqlar chiqibdi. Xullas, endi hamma hayvonot bog'idagi narsalar biznikida bor. Hayvonlar. Shuncha ishni qilyapman. Birortasini rahmi kelib abidga chaqirarmikin deb bo'ldim. Dadam Shahzoda, yur, abid qilamiz deb chaqirib qo'yib, xursandligimdan qonim och. Kirsam opajonim jannatim bunaqa qilib o'ramalarni qilib pishirib turgan ekan. Mazza qilib yeb oldim qizlar. Abidimni qilib chiqib, ishimni davom ettirdim. Mana hamma yo'qni tozalab, musorlarni olib chiqib, chiroyli qilib qo'ydim. Orada kirlarimni chayqab, ilib oldim. Haligi o'rtag'im bor edi-yu, asalim, pardiz kir yag'ir degan. O'sha pardamni yuvdim, kirmas ekan. Oppoq ekan, suvi oppoq chiqdi. Estikina bekar yuvibman deb qo'ydim. Endi mayli yuvdim. Endi shu bahona hamma yo'qni tozalab, pardalarni yuvib, hamma yo'g'imni qilib oldim. Hali ishlarimiz ashuncha turibdi. Yerda ichiga kirishimiz kerak, shaftollarni shoxini baylashim kerak. Bugungi ishim 3 qismga bo'linadi. Bu birinchi qismi qizlarjonlar. Meni kuzatishda davom etinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin. Yurechani qizartirib qo'yish umuman eslaringdan chiqmasin qizlarjonlar.